Assalomu alaykum. Hurmatli bizni YouTube'da kuzatib boruvchi hurmatli mijozlarimiz, Sulton darvozalari jamoasi qo'shni Qirg'iziston Respublikasi Novqat shahriga navbatdagi Samarqand fason darvozamizni shumkali variantda olib kelib o'rnatdik. Ishlar 1800 qalinlikda bo'lgan, yo'llar 10 2,5 stena, ichlar 6 4 1,7 stenada bo'lgan, hamma yoq qalinda bo'lgan. Bu bolachasi, bu yoqda kattasini ko'rishingiz mumkin. Operator meni orqamda. Hop, katta darvozamiz eniga nalichkadan tashqari 330 ga balandligi 2,5 bo'lgan. Nalichkalar ikki tarafga 35 sm dan chiqarib berganmiz. Ko'pasi 40 sm. O'qitmaydigan darajada baquvvat bo'lgan, xudo xolisa. Hop, orqa taraflari ham tekis bo'lgan. Orqa taraflarini ham ko'ramizmi? Taraflarni ham ko'rib chiqamiz. Darvozamiz xudo xolasa idealniy holatda chiqdi. Mana zamoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Stimul original zamokdan foydalanganmiz. Orqa taraf ko'rinishlari tekis holatda. Orqa tarafiga ham 1.8 dan ishlatganmiz. Hop, kraskalarimiz Devo kraskada bo'lgan. Oyoqdagilari shirinlar. Bu katta darvozamiz orqa tarafini ko'rishlaring mumkin, hurmatli mijozlarimiz. Hop, mana orqa tarafdan 1.8 dan ideal holatda ochilib yopilishlarini ham ko'rishlaring mumkin. Tekis holatda ochilib yopiladi darvozamiz. Sizga ham shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, baquvvat qilib. Hop, O'zbekistonni butun respublika bo'ylab 12 ta viloyat bo'ylab dostavka ustanovkalarimiz bepul. Qo'shni davlatlardan ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va qo'shni respublikalarga ham murojaat qilishlari mumkin. Dostavka ustanovkalarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa ishlaringda idealniy holatda yasab o'rnatib beramiz. E'tiborlaringizga rahmat. Salomat bo'ling.